Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli ustazlar ve qarindoshlar, bugungi programmamiz har qanday bir ishni tartib bilan, ya'ni burun qilishga tegishli bo'lganni burun, keyin qilishga tegishli bo'lganni keyin, jiddiy bo'lganni jiddiy, aldirmagan holatda qilish. Ya'ni har qanday bir ishni tartib bilan qilish to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Aldı bilan hammaga qodir Allohning kainat qonuniyatidagi tartibi to'g'risida to'xtalamiz. Bu bepoyon olamdagi sayyoralarning harakati, ularning qanday qilib inchki qonuniyat bilan harakat qilganligi va ularning yo'ldan chetnab ketmaydiganligi va chetnab ketmasligini o'ylab boqaylik. Va kullun fi falaki yasbahun. Ya'ni har biri falakda uzib yuradi. Ya'ni Allah subhanahu wa ta'ala yaratgan bütün osmon cisimlaridan tatib har qanday bir cisim o'zining yo'linishi bo'yicha aylanib turdi. Kecha kunduzning almishini o'ylab ko'raylik. Vallayli iza as'asa was subhi iza tanaffas. Ya'ni qorong'ulikqa cho'mgan kecha bilan qasam qilaman. Yorishga boshlagan subhi bilan qasam qilaman. Yughshil laylan nahara yatlubuhu hasisa. Allah kecha bilan kechining qorong'uligi bilan kunduzni yapadi. Kecha bilan kunduz bir-birini qo'g'lishidi, ya'ni davomliq o'rin almashib turadi. Allah bilan qasam aytib boqinglar, agar qiyomat kuchi kunduz davomlashsa yoki kecha davomlashsa qanday bo'lar? İnsanlarning hayoti tartib bo'lamdi? Hargiz undaq bo'lmaydi. İşlarning hammasi qalaymiqallashib ketadi. Undaq bo'lishi Allah subhanahu va taolo sababni paydo qildi. Sabablarga aloqador bo'lgan ishlarni uning miqdori bo'yicha tartibladi. Allah g'olibdir va hammani bilguchidir. Allah taolo kechini libos qildi. Kunduzni tirikchilik qiladigan vaqt qildi. Quyoshni dengizning, zaminning, insonlarning, o'simliklarning, jonli hayvonotlarning manfaati uchun qildi. Agar qiyomatgacha kunduz bo'lmasdan kecha davomlashgan bo'lsa edi, buningdan butun sayyoralarning harakatida buzilish yuz beradi. Shuningdek, kecha bo'lmasdan qiyomatgacha kunduz davomlashgan bo'lsa-mu, shunday bo'ladi. Qul araytum in ja'alallohu alaykumul-layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayrulloh ya'tikum bidiya'in afala tasma'un. Qul araytum in ja'alallahu alaykumun-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayrulloh ya'tikum bilaylin taskununa fihi afala tubsirun. Oyatning tarjimasi aytib boqinglarchi, agar Alloh kechini sizlar uchun qiyomat kunigacha so'zadigan bo'lsa, Allohdan bo'lak qaysi iloh sizlarga yorug'likni ilib kelalaydi? Sizlar anglamamsizlar degan. Aytib boqinglarchi, agar Alloh kunduzni sizlar uchun qiyomat kunigacha so'zadigan bo'lsa, Allohdan bo'lak qaysi iloh sizlarga aram edishinglar uchun kechini ilib kelalaydi? Sizlar ko'rmamsizlar degan. Qasas surasi 71-72 oyat. O'zi paydo qilgan har narsaga tegishli haqqini bergan, ondan hidoyatga boshlagan Allah barliq ayb nuqsonlardan pokdir. Qish, yoz, kuz va bahordan iborat 4 faslning almishini o'ylab ko'raylik. Ondan ko'zimiz bilan nazar silib, aql idrok bilan zaminning qanday paydo qilinganligi, qurg'uliq silishtirganda zamin yuzidagi suvning o'rnining naqadar cho'ngligiga qarab boqaylik. Ondan daryo o'stanlarining iqishiga qarab boqaylik. Alloh taolaning daryo o'stanlarini oxirida dengizga qo'yiladigan qilganligiga, agar zaminda iqib davom qilgan bo'lsa, oqibatda qanday bo'lganligiga qarab boqaylik. U vaqtda insonlar uchun nima ishlar yuz beradi, balki butun zamin uchun qanday ishlar yuz beradi? Bu yerda bayon qilish eng go'zal bo'lgan bir ish daryo o'stanlarining dengizga o'xshash turg'un oqmaydigan bo'lmasdan iqib turdiganligidir. Ba'zi olimlarning tushuntirishiga ko'ra, tatlı sular oqmasdan turib qoldigan bo'lsa edi, albatta suvning puroqlari o'zgarib, chirib, ishkili bo'lmaydigan bo'lib ketadi.
Ammo tuzluq suv buningga o'xshamaydi. Ya'ni tuzluq suv uzun turib qolsa-mu, suvning puraqlarida hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Hamma ishlardan xabardor, hikmat bilan ish qilguvchi Alloh barliq ayb nuqsonlardan pokdir. Muhit hayotidagi tartib, intizomdan hayron qolamiz. Vahshiy hayvonlar va ucharliqlarning yemakligi to'g'risida bir misol bayon qilaylik. Sher, yo'lbars va yilpiz qatorliq cho'ng vahshiy hayvonlar kala, qo'y, kiyik, bug'a qatorliq hayvonlarni o'lab, uning go'shidan to'yg'idek yeydi. Ulardan keyin bo'ra, chilbora qatorliq kichik vahshiy hayvonlar kelib to'yg'idek yeydi. Ulardan keyin qog'i quzg'un qatorliq ucharliqlar kelib yeydi. Ulardan keyin zimindagi ushaq hasharotlar va boshqa jonliqlar kelib qolganlarni yeb tugitadi. Farzand, qog'i quzg'un qatorliq ucharliqlar, zimindagi ushaq hasharotlar kelmasa, quyosh nur chechib, kunlarning o'tishi bilan vahshiy hayvonlar yeb ishib qolgan hayvonlarning toblarining qoldiqi yo'qolib ketsa, u vaqtda ish qanday bo'ladi? Agar u hayvonlarning ishib qolgan toblari ziminda qolsa, kunlarning o'tishi bilan uning chirigan puroqlari atrofga tarqalmamdi. Buning bilan hayotning mohiyati qalayimqonlashmamdi va muhit bulg'anmamdi. Bu yerda yana bir to'xtashga to'g'ri keladi. Agar farzand vahshiy hayvonlarning soni ular o'lab yeydigan chorvalarning sonidan ko'p bo'lsa, muhit hayoti tartib bo'lamdi? Hargiz undaq bo'lmaydi. Balki jonliqlarning mavjudligida tug'ma merosga varislik qilishning sababi bo'lmaganligi uchun buzilish va yo'qolish hosil bo'ladi. Ya'ni vahshiy hayvonlarning soni o'zi o'lab yeydigan chorvalardan ko'p bo'lganligi uchun ularni yeb naslini qurtib o'tadi. Ondan keyin ularmo yegili bir narsa yo'q bo'lib o'lib tugaydi. Shuning uchun Alloh taolaning cheksiz hikmati chorvalarning ko'p bo'lishini, uningga nisbatan vahshiy hayvonlarning oz bo'lishini taqozo qiladi. Bu hayotlikning Alloh taolo xohlagandek davom qilish uchun ishlarning tartiblanishidan iboratdir. Sözning isboti haqiqatan hayot koinoti bo'lsin yoki shar'iy prinsipda bo'lsin, o'zining hamma taraflarida va bo'laklarda puxtaliqning va tartibning eng yuqori chekiga yetdi. Eng go'zal yaratuvchi bo'lgan Alloh barkatlidir. Kishilar orasidagi farqlarga qarayli. Bu yerda boshqaruvchi va boshqariluvchi bor. U yerda xizmatchi va xizmat qilinuvchi bor. Agar ularning hammasi o'xshash barobar bo'lib qolgan bo'lsa edi, albatta zaminning tartibi buziladi. Lekin va rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Ularning ba'zisi ba'zisini haq berib ish qilsin deb, ularning ba'zisining darajasini ba'zisidan ustun qildik. Har qaysi millatlar va xalqlar hayotidagi tartibga nazar solaylik. Zaminda yashayotgan har qaysi millatlar orasida rahbarlar bilan xalq orasidagi ma'lum farqlardan sirt, ularning orasida hayot ishlarini tartiblashda o'rtaq qimmat qarash bor. U yerda ularning hayot ishlarini tartiblaydigan prinsip bor. Bu yerda ularning xizmat ishlari, qatnash ishlari, safar ishlari va uningga ergishib binokorlik qurilish ishlari, dehqonchilik, ziroat ishlari va ig'ir yenik sanoat ishlaridami o'z loyig'ida prinsip bor. Bularning hammasi cheklama va belgilama bilan bo'ladi. Boshqa jamiyatlarning va davlatlarning hayotiga qaragan kishi ularning zo'r ko'pchiligining hayot ishlariga alohida ahamiyat berganligini, jismiga rohat bo'ladigan shaklda turmush ishlarini idora qilayotganligini ko'rdi. Shu jamiyatdagi kishilarning qatnash tartibiga qanday rioya qilganligiga qarab boqayli. Agar insonlarning hammasi qatnash qoidasiga rioya qilsa, piyoda yoki qatnash vositalari bilan yo'l yurguchi qatnash ishidan o'zining manfaatiga va ziyniga keladigan har qanday prinsipni bilib, xotirjam yo'l yuradi. Buning aksicha hukumat tarafdan va xalq tarafdan qatnash qoidasiga ko'ngil bo'linmasa, qatnash prinsipiga sal qaraganning oqibati qanday bo'ladi? Bu ahvollarni ba'zi islom davlatlariga silishtirish bilan ko'p afsuslanamiz. Ko'plagan g'arb davlatlarida turmush hayotini tartiblashga alohida ko'ngil bo'lgandan keyin unumi ko'rilyapti.
Allah Teala'dan Müslümanlarning din ve dünya işlerini ıslah qilishini ve yaxshilab berishini so'raymiz. Allah Subhanahu ve Teala her birimizning dini ibadet, dunyolik turmush ishlarimiz hammasini o'z loyiqida tartib bilan islom prinsipiga uyg'un holatda ilib berishga muyassar qilsin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.